Motorimizga keladigan bo'lsak agar 1,5 turbina GDI motor hisoblanadi. Bularda 3 xil komplektatsiya bor. 1,5 turbina, 2 turbina va gibrid modeli ham bor. Salon qismiga keladigan bo'lsak, kattagina salon qismi uzunligi mashinani ichkari tomonidan 2 metrlik pastda bo'ladi. 4 ta oynalari avto tizimida ishlaydi. Mashinamizning orqasida ham deflektorlari bor, plus USB port, Type-C portlari, plus abagrev tizimlari ham bor orqa tomonida. Orqasiga keladigan bo'lsak, 360 gradus kamera orqasida ham bor, plus elektron bagaj xohlasangiz, masalan, bunda disk rejimi ham bor, masalan, bolalar bo'lsa agar qo'lni qismaydi, qaytaradigan tizimlari bor. Kun qarshi tur avtosalon obunachilari, bugungi obzorimizda T1 mashinasi bo'ladi. Mashinamizni faralarida proyeksionniy optika linzaviy fara, bu deganiki adaptivniy fara degani, bu danlabilishni o'zi qiladi. Sensor parktronic holder orqa bo'ladi. 360 gradus kameralari o'zida mavjud. Samat armajini oldin, orqa hammasi bo'ladi bularda. Motorimizga keladigan bo'lsak agar 1,5 turbina GDI motor hisoblanadi. Bularda 3 xil komplektatsiya bor. 1,5 turbina, 2 turbina va gibrid modeli ham bor. 1,5 MPI motor plus elektrodvigatel bo'ladi. Bu GDI motorimizda 184 ta o't kuchi bo'ladi, 2 turbinamizda 254 ta o't kuchi bo'ladi. Gibrid modelida общий gibrid quvvati bilan 360 o't kuchiga ega bo'ladi. Bu mashinamiz kuzovda emas, ramada yig'iladi. Shunisi ham aytsak bo'ladi. Plus yo'l tanlamas mashinamiz, ikkinchi pozitsiyasi oldi orqa tortadi, birinchi pozitsiyamiz faqat oldi balon bilan harakatlantiradi. Gibrid mashinamiz faqat oldi bilan tortadi. 1,5 turbina mashinamizning rasxodi 7,5 dan 8 litrgacha, 2 turbina mashinamiz 10 litrgacha rasxod qiladi. Gibrid modeli esa 3,5 dan 4 litrgacha rasxod qiladi. Baloniga keladigan bo'lsak agar razmeri 236 ga 65 R18 diskalarda bo'ladi. Quyma diska. Tormoz o'yini ham ko'rishingiz mumkin, qanaqa tormozlari qattiq bo'ladi. Plus kuzoviga keladigan bo'lsak agar 68% atsinkovunda bo'ladi. Zaylamasligiga, churmasligiga 6 yil 200 ming kilometr garantiya beriladi. Bokovlarida keladigan bo'lsak agar 360 gradus kameralari 4 tarafida bo'ladi, plus slipoy zonalari va isitish tizimi bo'ladi. Bokovlarida. Faqat oldin labovoyda ham, orqa labovoyda ham isitish tizimi bor. Beskluchovoy dostuplari. Salon qismiga keladigan bo'lsak, kattagina salon qismi uzunligi mashinani ichkari tomonidan 2 metrlik pastda bo'ladi. 4 ta oynalari avto tizimida ishlaydi. Bu deganiki, masalan, bir marta bo'lsangiz ham tushadi. Plus bir marta ko'tarsangiz o'zi ko'taradi avtomatik. Plus disk rejimlari bo'ladi. Qo'lni qismaydi, qaytaradi siradi. Masalan, panorama lyuk ham bunda bu mashinamizda panorama lyuk hisoblanadi. Yarmi panorama, yarmi lyuk. Bu deganiki, ham shtorkalari ham disk rejimlari bo'ladi. Lyuklari ham elektron tizimda ishlaydi. Masalan, xohlasangiz yarim ochadi, xohlasangiz polностью ochiladi. Polностью ochilgan. Plus bu tezlik 100 dan yuqori tezlikda bo'lsangiz, katta skorostda ketayotgan bo'lsangiz, avtomatik o'zi yopiladi. Nimaiki sensor datchiklari bor. Plus bunda masalan bollarni qo'li qolmaydi, shu tomonlama jitur modellari ustunligi ko'proq. Masalan, qo'lni qo'yasiz, qaytaradi. Bu bunaqa sistema bagajda ham bor. Bagaj salon qismidan ochilishi ham bor. Elektron tizimda. Yopilishi ham salon tomonidan yopiladi, salon ichki qismidan. Plus mashinamizda sizga aytganimdek 540 kameralari. Bu 540 kamera ham ustidan ham ko'rsatadi, tagida nima borligi, boshqa narsalari. Plus rulimiz elektronni bo'ladi, bitta barmoq orqali ham qaytarishingiz mumkin. Plus mashinamizda mexanika qilib haydagan holatga lipistoklari bor. Masalan, Ferrari, Lamborghini'da ko'rgan bo'lsangiz, plus minusda urib o'zi bunaqa qiladi. Plus elektron ruchnik. Tormozni bosgan vaqtingiz, bunda ko'p mashinalarda ko'rgan bo'lsangiz, qo'lda bo'ladi. Bu elektron hisoblanadi bunda. Bespirodnoy zaradniklarimiz bor. Bu birinchi pozitsiyasida 3 xil rejim bo'ladi, ikkinchi pozitsiyasida 8 xil rejim, gibridda 4 xil rejim bo'ladi. Faralari o'zi avto tizimida ishlaydi. Masalan, kechda o'zi masalan datchik tunnellari bor. Kech tushdiki o'zi avtomatik yonadi, kunduz kuni faqat gabaritli faralarni yoqadi. Plus полоса удержения, adaptivniy kruz kontrol, hamma tizimlari bor. Голосовое управление bu mashinamizda bor. Masalan, привет, Жотур. Здравствуйте. Открой передние окна. Хорошо. O'zi masalan hammasini ochadi. Klimat kontrolni ham o'zi boshqaradi. Panorama lyukni ham o'zi ochadi. Привет, Жотур. Слушаю вас. Открой люк.
Хорошо. Ana, sun'iy intellekt desangiz ham bo'ladi. Masalan, mashinamizda уже bunaqasi ham yonib turadi. Yerda ochib qo'yadigan aytgancha, monitorimiz 16 ga 9 dyumlik bo'ladi. Undan tashqari salonimiz 80% shuma izolyatsiya bo'lgan, kojadan iborat. Sidenlarimizga keladigan bo'lsak, perforatsionniy 4 ta sideniyada qizitadigan sistemasi bor. Abagrev sideniy hisoblanadi. Plus rulimiz ham qiziydi. Abagrev rul. Oldin lobovoyimiz spirallik, ikkita bokovoy, orqa lobovoy ham spirallik bo'ladi. Va mashinamizda barada xolodilnik ham bor. Masalan, ko'rishingiz mumkin. Masalan, bironta suvmi, biron narsa tashlab qo'ysangiz agar, masalan, isib ketmaydi, sovuqqina o'zi ushlab turadi. Monitor qismimizga keladigan bo'lsak agar, funksiya tomonlamasiga ko'rsatadigan bo'lsam, faralarni masalan regrovka qilish, boshqa narsa, hammasi o'zbekcha nima qilsalaringiz ham bo'ladi. Masalan, tili o'zbekchasi ham bor. O'zbek tiliga qo'yib, masalan, o'zbekcha tushunmasalaringiz agar, o'zbekchaga qo'yib ishlatishingiz mumkin bemalol. Yana keladigan bo'lsak agar, masalan, rul, bironta knopka, masalan, bironta funksiya qo'ymoqchi bo'lsangiz, bokovoy qaytishimi yo boshqa narsani saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi, masalan, o'zini adella nimalari bor. Bokovoylar ham elektronniy qaytadi, masalan, plus, minus bular bilan, masalan, bokovoyni taxlab olsangiz ham bo'ladi. Hamma nima demoqchiman bu gapim bilan, monitorda основной hamma funksiyalari ichida monitorda bo'ladi. Masalan, faralarni boshqarish, rejimlarni ham bemalol monitordan almashtirishingiz mumkin. Masalan, sport, eko, normal rejimida. Endi eko rejimi hisoblanadi. Bu shahar ichida yurish uchun, normal rejimi bu faqat trassada yurish uchun hisoblanadi. Sport rejimi bu qachonki bosmoqchi bo'lsangiz, sport rejimiga qo'yib bossangiz agar, endi mashina o'zini yengil holat qiladi, his qiladi. Podsvetkalarni xohlagan turda almashtirishingiz mumkin. Plus muzika qo'ygan holatga o'zi almashib ham turadi muzikaga qarab. Mashinamizning orqasida ham deflektorlari bor, plus USB port, Type-C portlari, plus abagrev tizimlari ham bor orqa tomonida. Plus bu yerda bemalol o'zini tashlab yo biron narsa ichib bemalol ketishingiz mumkin. Orqasiga keladigan bo'lsak, 360 gradus kamera orqasida ham bor, plus elektron bagaj xohlasangiz, masalan, bunda disk rejim ham bor, masalan, bolalar bo'lsa agar qo'lni qismaydi, qaytaradigan tizimlari bor. Masalan, ikkinchi qatorni ham yotqizib qo'ysangiz agar bemalol spalni vazifasini ham bajaradi. Orqasiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizda aytib o'tgancha propan qo'yish mumkin. 100% propanga yuribdi. Plus треугольник znak, domkrat kulichlari, plus zapaskasi ularda dakatka bo'ladi. Mashinamizda subwoofer ham bor o'ziniki. Bu deganiki akustikasi boshqa mashinalardan farq qiladi. Keladigan bo'lsak, podveskasi ham независимо orqada mustaqil bo'ladi. Alohida oldi McPherson, orqa независимо podveska bilan jihozlangan bo'ladi. Bu mashina narxiga keladigan bo'lsak agar, 1.5 turbina komfort variantimiz 386 million so'm, luxury pozitsiyamiz 349 million so'm, gibrid varianti 472 million so'm. Bu mashinalarda 1 yildan 5 yilgacha rassrochka mavjud. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Hamma ranglardan bor. Oq deysizmi, qora deysizmi, seri deysizmi, hamma ranglardan bor. Sizlarni Jitur qarshi avtosaloni Sultanov motor saloniga kutib qolamiz.